Yaxşımsizlar ekran aldagi qadrli ko'rurman do'stlar. Ko'rib atqaninglar Şinjan Tamizot Madaniyat tarqatib cheklik shirkati bilan Şinjan Ko'klam Madaniyat tarqatib cheklik shirkati birlashib ishlagan Kunda Yangitan programmasi men riyosatchi do'stinglar Gulgina Tursun. Sog'lomligimiz uchun sunilgan 5 dan xoli Al-Nuri markasidagi yeshil organik mahsulotlari bilan xalqimizga tonilgan Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati Kunda Yangitan programmamizning xos tajdorligini o'ziga olgan. Uningdan boshqa iste'molimizga yangi tur bo'lib singib kirgan o'zining qolaylik ochiq-chuchuk yemekliklar bilan xalqimizning birdek e'tirof qilishiga erishgan Şinjan Lazxan Yemeklik fan texnika cheklik shirkati programmamiz bilan izchil hamkorlashib kelyotdi. Shuning bilan birga yana turmushimizga intayin cho'ng qolayliklarni elib kelayotgan Mulozim Supsi programmamizni alohida qo'lladi. Shuning bilan birga yana Muyassar xonim markasidagi seriq osh rang bezlari bilan iste'molchilarning birdek yoqtirishiga erishib kelayotgan Şinjan Muyassar yemek-ichmak tarbiyalash markazimi programmamizni alohida talab qildik. Mushu munosabatda bu o'rinlarga chin ko'nglimizda rahmatimizni bildiramiz. Albatta biz har bir son programmamizda mushu dağlıq oshpaz ustamlarni uningdan boshqa mushu tamoq etish qiziqadigan ham mushjata alaylik bor. Har sohadagi xonim qizlarni programmamizga taklif qilib o'zininki mushu pishiq bo'lgan shundaqla o'zi yaxshi etalaydigan tamoqlarni huzuringizga sunib kelyapmiz. Albatta bu son programmamizda bizning taklif qilgan alaydi mehmonimiz kimdir? Diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Xo'sh, qadrli ko'rurman do'stlar, bu son programmamizga taklif qilingan alaydi mehmonimiz bo'lsa, mushu davlat darajalik ro'yxatga ilingan nopusliq oshpazlar peshvosi, Urumchi shaharlik oshpazlar jamiyati mutaxassislar guruhining mutaxassisi ham mamlakatlik tam tetig'uchi Shuhrat Xoliq ustoz qarshi olamiz. Salom, ekran oldidagi ko'rilmanlar, kasbdoshlar. Men oshpaz do'stinglar Shuhrat Xoliq. Hammalarga salom. Siz har bir son programmamizda tamoqlarni tetib, undan keyin mush oshpaz ustamlarning aytgan taomlarga yaxshi baho fikrlaringizni berdingiz. Ilmiy bayonlaringizni mu ko'rilmalarga sungan edingiz. Endi bugun aytmoqchi bo'lgan tamoqimiz nima tamoq? Bugun tayyorlamoqchi bo'lgan qo'rma. Intayin bir dangliq qo'rma. Mamlakat ichiga bir kelgan. Ismi maydan o'tkazilgan go'sht qo'rilmasi. Teshig'i chiqib birinchi bo'lib lag'man eshik to'g'ri kelib qolsa, mushu xil lag'manni bekerak yeymiz, tanlaymiz shunaqa ko'rinadilar. Xo'sh, shundaqda mashg'ulotimizni boshlab ketsak. Mashg'ulotimizni boshlaylik. Oldi bilan kerak materiallarni bir tanishtirib o'tamiz. Maydan o'tkazilgan go'sht qo'rilmasi. Ya'ni qo'yro'niki eng asosli materiallari go'sht. Kal go'shtga yaqin. Hamda buningga silingan bir ko'ktatlar. Bambuk notisi. Hamda bambuk notisi qo'rimlarda intayin bir aktiv rolni o'ynab turdi. Endan boshqa g'olpiyas, endan boshqa sho'xla, tuxum, samsaq, tuz, aqmosh. Ma bu tam xurushlari. Tam xurushlari. Tetim su, ya'ni jangyu. Ochiq su. Umuchiga qo'rimini qo'rg'oqda umuchiga barangi kiraxmali, ya'ni sinfin. Tamlandirgan vaqtida Xunak kiraxmali, ya'ni tenfin. Bu yerda tam xurishlarga biz ishlatmoqchi bo'lganimiz kava uchun, so'qmagan kava uchunni ishlatdik, so'qilmagan zanjivil qiqini ishlatdik. Zanjivilninki alayiligi qo'rimlarda hayvonot va o'simlikdagi aslidagi g'ayritan puroqni chiqarish bir roli bor. Bizning kalgushida g'ayri puroq intayin bir beliqlarda, bir to'xilida kuchli emas. Shuning uchun zanjivil qiqini ishlatdik. Zanjivil qiqida g'ayri puroqni chiqaradigan tarbi bakmo ro'shan bo'lmasdan, aksicha kava uchun dansi o'xshash xushpuroq ketish jihatidan rolni yaxshi o'ynab turadi. Endan boshqa yana qarqayron quloq ishlatdik. Eningdan degan vaqtida qizilmuch meyi. Bu shakar. Shakar qiyomi suyi. Mishada bir necha toz jilik so'ngak turdi. Buni nimaga ishlatamiz? Tam xurushlarimizning ichida, dori-darmeklarning ichida siz qadringiz mumkin. Birinchisi tetit qo'y, ya'ni vejing yo'q. Ikkinchisi to'xu javiri. Jijing. Bular yo'q. Aslida mo Jungo qo'rimlarini qo'rg'a vaqtida buning ishlatilgan, ya'ni namliq qismi, suv qismiga umuman 100% sho'rib qo'yamiz. Sho'rib tamni kirgizish uchun oshpazlar tam tetiklarning ichida to'xu javiri jijingni biroz jiq qo'ydi. Andan keyin vejingni belgilab qo'ydi. To'xu javiri jiq silinib ketgan qo'rimida ta'mi o'xshashchilik bo'lib qoladi. Bizning har qanday
qo'rimlarimizninki o'zi xos talab qilgan dorilarimiz bor. Shuning bilan o'zininki xos ta'mi qo'rimining talbiga uyg'un xos ta'mi chiqadi. Hamda abaytar mana sumakning gapini qildik, ya'ni jilik sumakni qaynatib, bugungi qo'rimizga biz sho'rpisini chiqaramiz. Bu qo'rimlarga suv quyib, tetitqo, to'q javra sag'andan ming yaxshi. Dastlabki bosqichda biz sumakni silib, sho'rpisini chiqarib olamiz. Sho'rpini chiqarish tayyorligini boshlaymiz-mi? Bunga ham sal uzoqroq vaqt ketadi emasmi? Uzoqroq vaqt ketadi. Qo'ying. Ajaqaraq qo'yasınız bo'ldi. Sho'rpisi qaynab, bizga tegishli azroq sho'rp qoladi. Amdiki bosqichda mana sho'rpimiz qaynayib qolibdi, amdi go'shni to'g'rab tayyor qilib olamdik. Bo'ladi. Qali go'shininki talalarni kesib to'g'rash kerak. Go'shni qarshi talasi bilan qarshi ola to'g'risak, go'sh intayin yumran, yumshoq chiqadi. Anaqdikan qilinligini hozirgi ma'va bir yillik tanga puldak to'g'risak bo'ldi. Uzunligini 6 santimdan oshirib o'tmay. Onanki bu qo'rimning go'shi biza yo'g'aroq chiqadi, odatda qo'rimlarga qaraganda. Dalliqroq. Go'shlarni to'g'rab bo'ldik. Endi buni suvchilab olamiz. Go'shningki qonlarini bir chiqarib o'taylik, ha? Demak, uning tarkibidagi qon chiqayotgan ekan, ta'mida taxmin o'zgarish bo'ladi. Yana birisi go'sht ma'lum darajada yumronlashadi. 25 minutdan yuqori 45 minut 1 soat chilaqliq bo'lsa hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Mana go'shtni suvchilab qo'ygan vaqtimiz to'shibdi. Biz go'shtni suzib elib, suvi bir qadar sarqqandan keyin go'shtga tamlantirish bosqichiga kiradi. Tamlantirish bosqichi. Go'sht bir xil oq holatga kirdi ekan. Go'sht bir xil oq holatga kirdi. Demak, bu yer nima bo'ldi degan vaqtida qal go'shtidagi odam badaniga ziyonli qo'ygan qon chiqib ketdi. Go'shtninki suvi saqib bo'ldi. Endi biz go'shtimizni elib tamlantirish bosqichiga kiradi. Demak, bu go'shtni tayyorlashning 3 bosqichi bor ekan. Birinchi suvg'ichilab qinini chiqarib olamiz. Keyin suvdan olgandan keyin buni suzib, suyini to'liq saqitib olamiz. Endi 3-chi bosqichda go'shtni dori-damaklar bilan tamlantirib olamiz. Endi tamlantirgan soldig'inimiz tuz. Tuzni har qanday vaqtida qo'rimlarni tamlantirgan vaqtida umumiy ketadigan tuzninki 3dan 1 qismidan ishib ketmaslik kerak. Anandan keyin 60 oldik, andan bachlangan kava uchun suyi, andan tetim suvi, chamuyini ozroq qo'ydik. Andan tuxum, bir tal tuxum. Tuxumdan bir tal chaqsaq bo'ldi. Tuxumning oq seriqini bir xil chaqamiz. Oq serig'ini bir xil chaqib olsak bo'ladi. Tuxumni sap qo'ygandan keyin cho'qim kraxmal silishdan ilgari bir 5-10 minut uzun tutish kerak. Shu vaqtida dori-darmaklarning ta'mi go'shtga singadi. Agar tuxumni mayoqdan chiqiblam oqsidan kraxmaldagi holat bo'lsa, u vaqtdagi tuxumning yig'i go'shtga singmay turib, kraxmalga aralashib oldi. Kraxmalni salaydi, Qo'naq kraxmal. Qo'naq kraxmali. Endi biz buni tamlantirgandan keyin 16 gradusdan tuvan, 5 gradusdan yuqori yerlarda 45 minutdan ortiqroq vaqt tamlangandan keyin aynaqdan elib maydan o'tkazib, tayyorlangan go'shtimizni qo'rsak bo'ladi. Maydan o'tkazsak qo'riydi deb mushning ishtaysak may qo'saq pek ichib ketdi. Buni yana 45 minut tamlantiramiz. Unda bo'lsa men mushu tamlangicha lozixonninki mushu tayyor mushta so'rinlar deyishga intay mos keldigan qolgush ugursini chilab ichib turaydi. Bu qo'saq rost bo'ldi. Mana bu qo'lamdagi ko'rmalar sizlarga bek tanish bo'lib ketdi deyman. Lozixonninki bugun yemakchi bo'lganim qolgushi ugursi. Burun hamda safarlarga chiqqan vaqtimizda, masalan, poyezdlarda bo'lsin, tayyor cho'plarni bekaraq ilib oldik. Hozir safarimda mush lozixon mushul amrada poyezdlardimi shunchalik apchilkam, shuncha qulaylik balkim sizmi yapaqan bo'lishingiz mumkin, Shuhrat ustoz. Yapaqmoy, unda bugun tangishchaylik. Bugun men tetib boqay. Eg'izdek beqinab. Buni ish qilib tayyorlash shunchalik osonki, mana o'zining ximirlarimi pishiq holati chiqadi ekan. Qaynoq suv qo'ysak bo'ladi.
Ben maydan ötküzülgen göç korulmasına gerekli olan köktat kısmını tayyor qilib oldim. Dastlabda bambuk notisi, bambuk notisi. Yaprak alatda. Yaprakça. Jungo qo'rimlarda asosli material qanchalik cho'nliqda bo'lsa, qo'shimcha materiallarimizni shunchalik cho'nliqda bo'ladi. Hamda qo'l piyozni, so'ng piyozni to'g'ri olaylik. Buni at quliqqa shaklda mardo deydi, jungo qo'rimlarda. Bu shakl to'g'ri bo'lsa qiladi. Anda stet paqamdıq suyuquşumuzun tayyor bo'pti. Mana tam qanaraqga yapaqmidim degan to'g'riz bo'yatdim. Rang jihatidan, odamningki dastlabda bir qarshilan bir ishqis keladigan. Mana tam jihatini ilib o'tqanda, birinchisi xamirning jini bor. Tuzi kelgan, dori-darmoklar tetigan. To'g'ri. Suyuqashni ichib oldik, qolgush o'g'irsin, lekin qo'sqonning bir yerlar bir choladaklar yana. Şu an yaxşıymış mulazimdan sizin tamamınız pişikçe mulazimdan ben. Şimdi qarsam o'zingizga zilva olgan bilan singlim. Tamam ishlaydigan siz. Bunda mana mulazimdan poloni buyurib etdik. Ha, mana suyuqashlarni ichib qo'saqni biza astalib oldik. Endi qilgan mashg'ulotimiz. Mush maydan o'tkazilgan go'sht qo'rilmasi bilan yeyilgan aq poloni yana mifanni biz dimlab olaylik. Mifan. Ha, bugun men texi lag'ma yamdiq kedim. Bugünkisi hem de lag'man bilan yeydigan maydan o'tkazilgan go'sht qo'rilmasi bo'lmasdan oshpuzlarda, oshxonalarda, restoranlarda o'lchamlik qo'rilgan maydan o'tkazilgan go'sht qo'rilmasi. Ondaqda gürüşni dümləşkə mən məsul bulay. Oxşaşlar bugün şu işlətgən gürüşümüz bizinki proqramımızdakı xas tacıdarlığını öz üstüge alğan, yəni sağlamlığımız üçün sunulğan şu Elnuri 5-dən xali organik yeşil yeməklikləri, yəni məhsullatları bilan xalqımızdan bir tək etiraf qilishigə erişkən Şinjan Elnuri Yezigilik Pən Texniki Taraqqiyat Çəklik şirkəti bazarğa salğan şal gülü gürüçü. Aynen azırak qo'yuq. Bo'ldi. Amma gürüş obdan keyin dilliq. Görüşünü mü dümlep buldunuz? Yaxşımsınız, sizin mulazimsiz. Yaxşımsınız. Rahmat, cevap etdiniz, rahmat. Mana pololarım tayyor bo'pti. Bularning yetkazishni degan tezda hozir zakaz qilgandik, birdamda kelib bo'pti. Endi poloni yeymi? Bu tamoqni itish mashg'ulotiga o'tdik. Endi siz qo'rgan qo'rmini yeylimi? Xo'sh, undaqda beshida qo'rmimizni qo'raydi, ikkisini tang o'tirib yeymiz, qada? Bo'ldi. Aldi bilan endi görüşünü mü dümlep bulduk. Taamlarımızı qo'rish bosqichiga keldik. Qo'rishda ilgari terim quloqni, ya'ni muarni bir suvni o'tkazib olaylik. Bu suvni o'tkazib bir pishirishga maqsadimiz nima degan vaqtida maqsad bu yog'ni o'tkazilgan vaqtida yog' sep qo'ysak, yog' chachiraydi. Mush har bir qatam mo'r ko'sa, mana shu bir toz bir bexatar bo'lmaydi. Shukrat usta, siz meg'iz degan to'ziya. Men eli bir eg'iztiga eli yeyman. Bo'ldi. Hozir men biraz mening o'zimning mashg'ulotini qilib olay, tayyor bo'lgan sho'rpimizga hozirroq bir kraxmalni eritib bir tayyor qilib olaylik. Buningga bayatni degandek ta'mni quyuqlashtirish uchun ishlatilgan yangi kraxmal kraxmal. Sho'rpa bevosita buni aralashtirib olamiz. Aralashtirib olsak bo'ldi. Ketadigan dori-darmoklarni mi? Mushunga selib olsak bo'ldi. Bugun sanmayman, bevosita qozonga qo'rim qo'rish mashg'ulot vaqtida jarayon salsam bo'ldi. Qiziq qozonga may qo'ysak bo'ldi. May qo'yamiz shunaqo. Albatta bugun ishlatganimiz o'xshashlar bizning programmamizning xos tajribaligini o'z ichiga olgan, shu 5 dan xoli organik yeshil mahsulotlar bilan xalqimizga e'tirof qilishiga erishgan Şinjan Elnuri Yezigilik Pən Texniki Taraqqiyat Çəklik şirkəti bazarga salgan Elnuri markasidagi qichig'i. Qozon mayni qo'yib olaylik. Qiziq qozon qo'yamiz mayni. Qiziq qozonni qizitib, qiziq qozonga qo'ysak bo'ldi. May qizib xili bir chekka bag'anda undan keyin go'shtni salmoq shundami? 6 darajə. 6 darajə. Hər bir dərəcəsi 30 qradus. Demək 180 qradus kelgəndə salsaq bo'ldi. Demək bekerak qizg'an salsaq bo'ldi. Mana 380 gramdan 250 gramgacha go'shtni salsaq bo'ldi, juma. Maydan o'tkazilgan go'sht qo'rilmasi. Nəhayət bir obdan qoruma. Ham buning ijod tug'an yeri Sanshi o'lkasi.
Endi qazonga yana ozroq may qo'yib. May qo'yib, to'g'ralgan qo'l piyozni. Endi qorish bosqichimiz bu. Sarımsakni, sarımsak. Bundan keyin mizlik quruq chiqqandan keyin mayni o'tkazib olgan. Doğru vermeklerde toz, toz, akmoş, toz, akmoş. Anandaki canyo. Akmoş, canyo. Kava için suyu. Zencefil suyu, zencefil suyu. Onda tanışıvagan. Kraxmal, şorku düzünü. Açıksını kazanın ama kızığa yeri pırıksak oldu ya. Şundan mezzetlaşık endi lazım. Qadrli ko'rurmanlar, mana Shuhrat ustam o'z qo'li bilan nayt astoydiliq ham inchkilik bilan tayyorlagan maydan o'tkazilgan go'sht qo'rimisimi tayyor bo'ldi. Bugun undasi mana bir iste'molchi qatorida mushniki o'zimning tam sezgursiga asosan undaqda men aytib qo'yayman. Men yegandan keyin hozir go'shtini yeb baxtim, shunchalik yumshoq pishibdi go'shi. Birinchidan, hamda uningki bambuk notisi. Bunun mu hem de təmişinə özgüç olubdu, hem tamaqqa şuna yaxşı təm qoşubdu. Mening his qilganim, boya deganimiz kerak, buningki təm xurishlarni men oldin his qildim. Tuzli bana tetidi-da, yegan chaqda yo tuzliq yo tuzsizligini his qilmadim faqat. Mushu dori damaklari tangshalgan ang bo'lib, mushu ochiq suyning ta'mi kelganlari shunda og'zimga bir yiqishliq tam bo'ldi. Siz qo'rgan tamoq bo'lganligi uchun buningga hamda ortiq baho berishning, ortiq so'z qilishning hojati yo'q, lekin shundadimi, menmi bir iste'molchi bo'lish sifatim bilan mushu tamoqni hozir Shuhrat ustozning ta'kidligi bo'yicha yeb ko'rdim. Haqiqatan o'xshabdi. Rahmat ustoz. Rahmat, sizningki tamoq bo'lgan o'zingizniki bir ko'z qarashini deganingiz. Hamda bu maydan o'tkazilgan go'sht qo'rimisi. Qari yosh, cho'ng kichik, ayol har qanday odamning yeshiga mos keladigan, butun dunyoning hamma yerda bir qadar umumlashgan, hammadan biladigan bir qo'rima. Rangi jihatidan oltin seriq rangda. To'g'ri. Rang bo'ladi, ana cho'rlari qarab qan. Aynandikan bu qo'riminingki go'shtlari yumran holatda. Yumshoq emas, yumshoq, yumran holatda bo'ldi. Bu qo'rimidan hech qanday odam aldirab chiqib qolmaydi. Rahmat Shuhrat ustoz, mana bugun alaydan vaqt chiqarib bizning shu programmamizga o'z qo'lingiz bilan tamoq etib qo'rimi qo'ribgan ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishibsiz. Yana bir qitim sizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rurman do'stlar, 5 dan xoli organik yeshil mahsulotlarni bozorga selib xalqimizning e'tirof qilishiga erishgan Xinjiang Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot shirkati xos tajidorligini o'z ichiga olgan. Iste'molimizga yangi tur bo'lib singib kirgan, o'zining har xil ta'mga qulaylik, ochiq-chuchuq yemekliklar bilan iste'molchilarning yoqtirishiga erishgan Xinjiang Lozixon yemeklik fan texnika cheklik shirkati alayda qo'llagan. Shuning bilan birga yana turmushimizga intayin zo'r qulayliklarni elib kelgan mulozim sipsi alay talab qilgan. Yana Xinjiang muyassar yemek-ichmek tarbiyalash markazi alay talab qilgan. Kunda yangi tam programmamizning bu soni o'rlashtirilgan mazmunlar mushayada oxirlashdi. Xo'sh, undaqda kelarki san programmamizda qanday yangiliklar, qaysi dangliq oshpaz ustamlar shundaqlar, qaysi alayda aziz mehmonlar biz uchun qanday esil taomlarni tayyorlaydiganda, diqqatinglar kelarki san programmamiz bo'lsin. Xayr xo'sh.